Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sura Baqara. Madinada nozil bo'lgan 286 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga cheksiz ishonadi. Ana shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir. Ana shular baxtga erishguvchilardir. Shubhisizki, kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan, haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguvchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allahni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shakilnish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloq qiluvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga, iymon etgan kishilardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdiq deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishidi. Shayotinlari, ya'ni munofiq katiboshlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz, faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib beradi-ki, ular tingir qilgan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi, ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'rug'lik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda, Alloh ularning o'tining yo'rug'ini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular g'asdir, ya'ni g'az anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. G'achidir, ya'ni g'ach so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik, guldirmamalik va chaqmoqli qattiq yomg'irda qolgan, go'yo chaqmoq so'qib o'tib o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'rg'ida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Alloh xolisi edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Alloh sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishlig'ida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Shunga Allohga sherik keltirmanglar. Albuki sizlar Allohning sherigi yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga
biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash bir surani maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga qarish turishda Allohdan boshqa yordamchinglarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar unda qilolmasanglar, hargizmi qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning bir mevasidan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burun dunyoda rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pak juftilar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Mu'minlar uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzadi. Allah ulashga buyurgan shay'ini uzib qo'yadi. Yana sili rahim qilmaydi, yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allah'ның dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Allah zimindagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzilinib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan, holbuki biz seni pok deb madihiylaymiz, muqaddas deb madihiylaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Allah bütün shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarashinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Allah, ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda, Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman, oshkora va yo'chirin ishlaringlarni bilib turaman demaganmidim dedi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hamma sajda qildi. Iblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz odamga, ey odam, sen xotining Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xolig'ininglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qiluvchilardan bo'lib qolasizlar dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni ma'ni qilingan daraxtning mevasini yegizib qatalashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar, yer yuzida vaqtlik ajlinglar to'shqichi yerlishinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi.
Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bakmi qabul qiluvchidir, bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar, sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qiluvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qiluvchi bo'lmanglar. Oyatlarimizni arzon bahoda sotib etmanglar. Menga taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqargan narsaga aralashtirmanglar. Haqiqatni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. Ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmanglar. Holbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ldiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib bordiganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni foydalanish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ayiradigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musaga 40 kecha o'tgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. O sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Musayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musaga haqni, kitobni va Furqonni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Musayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Musayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qiluvchidir, nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'migicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglarda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dudini tushirib berdik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, yana Baytul Muqaddasga kiringlar, u yerda xolig'ininglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzsidan sajda qilgan holda kiringlar va Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz, yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz dedik. Zulm qiluvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirib etdi. Zulm qiluvchilar yo'ldan chiqqanliklari,
ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga asang bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni har bir qabila o'zining suv ichadigan o'rinni bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilanla oziqlanayotganinglarda sizlar ey Musa, biz bir xil yemaklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgan, bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesmoq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Bir shaharga kiringlar, shu yerda tiligininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mu'minlar, yahudilar, nasorilar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustinglarga tiklab qo'ygan, sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, yana Tavratga amal qilinglar, uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'ladinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguvchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga Alloh haqiqatan sizlarni bir kali bo'g'izlashga buyuriydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxir qiluvchilardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilganki, bizga qandoq kali ekanligini bayon qilsin dedi. Musa, Alloh uni qirmo emas, yoshmo emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilganki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Alloh haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap-seriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgan, uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin, ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo, bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Alloh xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. Musa, Alloh uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'idir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar, u tirilib qotilni tepib berdi. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamasi, shuningdan keyin, ya'ni sholliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dillaringlar qetib ketdi. Tashdek yoki tashdinmi qattiq qetib ketdi.
Taşlar arsida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor, yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan do'milab tushadiganlarmi bor. Demak, tash yumshaydi, sizlarning dillaringlar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi, da'vatinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Holbuki, ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartiribdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirun va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganliklarini bilmaydi. Ularning savodsizlari kitobni, Tavratni bilmaydi. Axborlar o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilan ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguvchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqli kunlik ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunda qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Ondan oranglardagi ozg'ina kishidan boshqalar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olsizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar, buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar, ichinglardan bir turkum kishilarni yurtdan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asri tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Holbuki, ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtdan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar, ularning asriga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishni ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar? Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki, biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizlar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lladik. Har qachon bir payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar? Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz parlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etganlar nihoyat oz. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib
kofirlarga qarshi o'zlariga yordam qilishni tilaydi. Ular biladigan Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kofirlarga payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Alloh nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazilini payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini iymonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstiga g'azabga tegishli bo'ldi. Kofirlar xorlig'uvchi azobga duchor bo'ldi. Ularga Alloh nozil qilgan kitobga, Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguvchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa Turtiga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Mozayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb Turtigini ustinglarga tikladik va Tavratga quloq solinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osilik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Mozayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga boriydi ekan, sizlar mu'min emas. Chunki iymon Mozayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilolmaydi. Alloh zolimlarni obdan bilguchidir. Shubhisizki, ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardan hirs ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Vaholanki, uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Aytqinki, Jibrayilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u Jibrayil Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, mu'minlarga bishorat beruvchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarni, Jibrayilni, Mikoilni dushman tutar ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki, Alloh kofirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki, sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarni inkor qiladi. Har qachon ular bir ahd tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, kitob berilganlarning bir turkumi, ya'ni payg'ambarlarning dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, Tavratni orqasiga cho'rivatdi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmadi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga agashdi. Sulaymon sehrgar bo'lg'ini va sehr o'rganish bilan kofir bo'lg'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'rgatib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'rgatdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmagan demagicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganadi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi. Yahudilar Tavratni tashlab sehrni setib olg'ashqa, oxiratda Allohning rahmatidan va jannatdan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining
ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini kashki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrini tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga rohina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq selinglar, kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan, sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'rgandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimki iymonini kufrga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha, ularni afv qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar, o'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degan. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshiradigan, Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir va ular g'am andish qilmaydi. Yahudilar, Nasarlarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasarlarmi, Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Holbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasarlar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarmi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlarmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi, oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ular Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning balasi bor deydi. Alloh ularning gumon qilgan narsadan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uning bo'ysunuvchidir. Allah osmonlar va zaminni yo'qdan bor qiluvchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, Quraysh kofirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarligining dalili sifatida bir mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Haqiqatan biz oyatlarimizni jazman ishindigan qavm uchun bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguvchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi qilib, haqdin bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudi va Nasarlarning diniga agashmaguncha, ular sendan hargiz rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin
ya'ni poklik haqiqat sana oshkor bo'lgandan keyin agar sen ularning nafsi xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquvchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amrlar, shariat takliflar bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodlarimni peshvo qilsang dedi. Alloh mening peshvo qilish ahdimga zolimlar ya'ni kofirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan va tinish joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qiluvchilar, e'tikofda o'ltiruvchilar, ruku qiluvchilar va sajda qiluvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, bu ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergan, aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgan dedi. Alloh kofir bo'lgan odamni rizqdan ozgina muddat hayotligida bahramon qilaman, ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat. O'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan, sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz ishkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani nihoyat qabul qiluvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan, kitobingni, Qur'onni, hikmatni, ya'ni sahih sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchisan dedi. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim ve Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar yoki iymon bilan ketinglar dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtda sizlar yenida bormadinglar? U chaqda Yaqub o'g'illaridan, men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota-bobolaring İbrahim, İsmoil, İshoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi va Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degan. Aytinglarki, Allohga iymon etdik, bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, İshoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, İsaga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Yahudilar va Nasarlarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa,
albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilasan, adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, hiyla mekrlarini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qiluvchilarmiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar? Holbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degan. Yoki Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodlari Yahudi edi yoki Nasara edi demsizlar? Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yo'shirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ba'zi ahmoq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgando deydi. Ey Muhammad, aytqinki, mashriq va mag'rib hamma taraf Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz, payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchun edi. Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblaning o'zgartirishi haqiqatan og'irdir. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgirki Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyat ko'yimchandir. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmonga qarag'anligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtirdigan qiblaga yuzlandirmiz. Namozda yuzingni Masjid-i Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'linglar, namozda yuzinglarni Masjid-i Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar buning, ya'ni qiblaning Ka'baga o'zgartirishining Parvardigori tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Alloh ularning qilmishidan g'ofil emas. Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular Yahudilar va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafs xohishlariga bo'ysunsang, o chog'da sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasaralar uni payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'naydi. Ularning bir turkumi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshiradi. Haqiqat Alloh tarafidan kelgandir. Shunga hargiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Har ummatning yuz keltiradigan tarafi qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'linglar, qiyomat kuni Alloh hammanglarni hisob uchun yig'adi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Qayerdan safarga chiqsang, namozingda yuzingni Masjid-i Haram, Ka'ba tarafga qilgin. Bu shaksiz Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. İnsanlar, Yahudilar va mushriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun, ey Muhammad, safar qilishga qayerdan chiqqan? Namozingda yuzingni Masjid-i Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, sizlar qayerda bo'linglar, namozinglarda yuzinglarni Masjid-i Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qiluvchilarlar qiblaning o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ulardan, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartirishga amr qilishim
sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, Qur'onni va hikmatni, ya'ni sahih sunnatni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganinglarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Ey mu'minlar, sabr va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qiluvchilar bilan birlidir. Allohning yo'lida o'ltirilganlarni, ya'ni shahidlarni o'lik demanglar. Balki ular tirikdir, lekin sizlar buni sezmaysizlar. Biz sizlarni bir oz qo'rqinch, bir oz qahatchilik, mollaringlar, jonlaringlar, bolalaringlar va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat va ziyon zahmatlarga sabr qiluvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ularga bir musibat kelgan chaqda, ular biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz deydi. Ana shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridandir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa, hech gunoh yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan bir yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini beradi. Allah albatta shukrning mukofotini berguchidir. Allah hammani bilguchidir. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qiluvchilar, farishtalar va mu'minlarni ularga la'nat qiladi. Faqat tavba qilganlar, amalini tuzatganlar, ya'ni Yahudilarning Tavrat ahkomlaridan yo'shirganlarni bayon qilganlar buningdan mustasno. Ana shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qiluvchiman, nihoyat mehribondirman. Shubhisizki, kofir bo'lib, kofir peti o'lganlar bor. Ana shular cho'qim Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni elib dengizda uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yog'dirib bergan, o'lgan zaminni tirildiradigan yomg'irda, yer yuziga taqib o'tgan hayvonlarda, shamol yo'lnishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarni Allohga sherik qilib oladi. Ularni mu'minlarning Allohni do'st tutganidek do'st tutadi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mu'minlar Allohni hammadan bek do'st tutquchilardir. Zolimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda butun kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi, Allohga sherik keltirmagan bo'ladi. Ayni vaqtda agashtirguvchilar azobni ko'rib, agashguvchilardan juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agashguvchilar koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ular bizdan juda bo'lgandek, bizmi ulardan juda bo'latdik deydi. Allah ularga yomon ishlarning hasrat bo'ladiganligini mushundaq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Ey insonlar, zimindagi halol pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar, chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan Alloh sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb
sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuradi. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Allah nozil qilgan narsalarga, ya'ni vahiyga agishinglar deyilsa, ular yo'q. Ota-bobolarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. Kafirlarning ahvoli xuddi ma'nosini tushunmay tovushini va nidonla anglaydigan chorpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan g'astur, haqni so'zlashdan g'achidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga yana Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Allah kitobda nozil qilgan narsalarni yo'shirdigan va uni ozgina pulga sotadiganlarning qorniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zaxga olib boradi. Qiyomat kuni Allah ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ana shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? Bu qattiq azob shuning uchunki Allah kitobni haqiqat bilan nozil qildi. Kitob to'g'risida ixtilof qiluvchilar cho'nqur nizodadir. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zida yaxshi amalga yotmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Allah nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni so'yish yuzidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodligiga erishishga pul-mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Ey mu'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos elinadi. Qotil uchun diniy qarindish tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, o'ldirilguvchining egasi qotildan diyat elishga rozi bo'lib, qisos elishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Qotilmu diyatni yaxshilikcha kechiktirmasdan, kemaytvatmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yeniqiltishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyatni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ltirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egilri, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ltirgan taqdirda o'zining o'ltirilganligini bilsa, u odam o'ltirishdan yanadi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ltirmoqchi bo'lgan odamni o'lishdan saqlanib qoladi. Nohaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. Agar sizlardan biraylarni o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va xish aqrabolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishli burchi sifatida farz qilindi. Vasiyatni anglagandan keyin kimki uni o'zgartib etadigan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qilguvchining savalligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qilguvchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar,
Gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'za farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqli kunlardir. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zani qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan oran tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyasini belgilangan miqdordan ortiq bersa, u o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun eg'iz ichib yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qiluvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Eg'izinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qiluvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga orlashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga orlashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Allah o'zinglarni oldiganliginglarni, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qilib sizlarni afv qildi. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzand talab qilsanglar, toki tongning oq yipi qor yipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rg'anga qadar yanglar va ichinglar. Ondan kashkirgacha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda, e'tikofda o'ltirgan cheg'inglarda, kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ana shular Alloh belgilagan chegirlardir. Ya'ni ma'ni qilingan ishlardir. Onunga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Alloh oyatlarini ularga mushundoq bayon qiladi. Bir-biringlarning mollarini nohaq yeyolmanglar. Bilib turib kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga pora bermanglar. Ey Muhammad, sendan yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ngiydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, o kishilarning tirikchilik, savdo setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Jaholiyat davrida qilganinglardek ihromdagi chig'inglarda o'ylarning orqasidan to'shik echib kirish yaxshilikqa yetmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egasidir. Ikromdagi chig'inglarda odatdagidek o'ylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni tajovuzchilarni uchratgan yerda o'ltiringlar. Sizlarni yurtinglardan chiqarib o'tgan joydan sizlarni ularni chiqarib o'tinglar. Ziyonkashlik qilish urushdan yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmag'icha Masjid-i Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjid-i Haram atrofida sizlarga urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kofirlarning jazosi shunday bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Allah tavba qiluvchilarga haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Toki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilganga qadar ular bilan urushinglar.
Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qiluvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Urush harom qilingan oy, urush harom qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chiqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chiqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar teng barobardir. Ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom elish yuzasidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalikcha qilgan bo'lsa, sizlarmi ularga shunchalikcha qilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Allohning yo'lida pul mol sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ihson qilinglar. Ihson qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. Haj bilan umrni Alloh uchun to'liq o'rinlanglar. Agar dushman yoki kasallik sababidan hajni yoki umrni ado qilishda to'sqinlikqa uchirsanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'ga, kala, qo'ydan nimani topalasanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga, belgilangan joyga yetmaguncha chechinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kasal, ya'ni chechini tushirsa ziyon qiladigan kasal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitga o'xshashlar bo'lib, chechini tushirmasa, fidya qilish yuzasidan 3 kun ro'za tutsin. Yoki 6 miskinga 3 soat sadaqa bersin. Yoki bir mol qurbonlik qilsin. Aminlikda bo'lgan chig'inglarda, oranglardan umr qilgandan keyin haj qilishdan bahramand bo'lgan odam, ya'ni hajdan burun umr qilib tamomlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qurbonlik qilsin. Puli yo'qlikdan yoki qurbonlik mol yo'qligidan qurbonlik mol topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'za tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'za tutsin. Uning hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu, ya'ni umr qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'za tutish haqidagi hukm Masjid-i Haram doirasida, ya'ni haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir, ya'ni Shavval, Zulqa'ida oylari va Zulhajja oyining dastlabki 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan ikrom bog'lagan odamning jinsiy aloqaga munosabatli so'z qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Haj uchun oziq elib olinglar. Eng yaxshi oziq taqvodorlikdir. Ey aql egilari, menga taqvodorlik qilinglar. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda, Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohning oti buvanglarni yod etgandek yoki uningdan ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Holbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Ba'zi kishilar Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ana shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'radi. Allohning hisob elishi tezdir. Ya'ni shuncha ko'p xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hisob ep bo'ladi. Sanoqli kunlarda tashrih kunlari, ya'ni Qurbon hayitining 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlarida Allohni yod etinglar. Namozlaringlarning oxirida takbir etinglar. Minodan oldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkomlar taqvodorlik qilib, hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Ey Muhammad, kishilar orasida shundoq odam borki,
onun dünya tirikçiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtiradi. Lekin o yolg'onchi munofiqdir. O dilidagi narsaga, dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvohlik qiladi. Halbuki o sana va sana ergashguvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda o shirin so'zi orqali dindor qiyofatga kirib oladi. O huzuringdan qaytgandan keyin zaminda buzg'unchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonlarni halok qilish uchun tirishadi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonlarsiz insonlarning yashay olishi mumkin emas. Allah buzuqchilikni yoqtirmaydi. Onunğa vaz nasihat qilinib yomon so'z harakatlardan qaytib Allohdan qo'rqin deyilsa, g'ururi onunğa gunoh yuklaydi. Ya'ni haqdan takabburlik bilan bosh tortib, fitna fasodga texmi azvalaydi. Onunğa jahannam yetarlikdir. Jahannam noit yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning roziligi uchun jinini pido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Allah bandalarga to'liq marhamatlidir. Ey mu'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining butun ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarini tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan teyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolanasizlar. Chunki Alloh g'olibdir, ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Ular yana islomga kirishni tark etganlar, Allohning bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va ishning bitishini kutamdi. Vaolanki ishlar Allohga qaytariladi. Ey Muhammad, İsroil avlodidan so'rg'inki, biz ularga naqadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartib etsa, Alloh uningga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Kofirlarga dunyo tirikchiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlarga maftun bo'ladi va mu'minlarni masxir qiladi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turadi. Allah xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi. İnsanlar dastlabda bir ummat, ya'ni haqdinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Allah mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguvchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. Allah kishilarning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarish uchun ularga kitobni haqiqat bilan nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilar o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mu'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizlar teqi ilgirkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib, jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sizlardan ilgiri o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchirgan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Ey mu'minlar, sendan mollardan qandoq narsani sarf qilsa bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, mol-mulkinglardan nimani sarf qilsanglar, uni ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, miskinlarga va ibn sabillarga sarf qilsanglar bo'ladi. Yaxshilikdan nimani qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Sizlarga jihad farz qilindi. Holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Ey Muhammad, ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish,
Allohga kufrlik qilish, Masjid-i Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjid-i Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyonkashlik qilish, odam o'ldirishdan qattiq gunohdir. Ular yana kuffarlar qo'lidan kelsalar, sizlarni dininglardan qaytarib o'tishga qadar sizlar bilan davomli urushadi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kofir etib o'lsa, onun amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Shubhisizki, iymon etganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar ana shundaq kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Allah nayeti mag'firat qiluvchidir, nayeti mehribondir. Ey Muhammad, senden haroq va qimor to'g'risida so'rashadi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor, lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degin. Ular senden nemini sadiqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiqni sadiqa qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Allah o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ey Muhammad, ular senden yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarni ko'paytirish, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar bo'ladi. Chunki ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir. Allah yetimlarning ishlarini buzg'uvchi va tuzuguvchini bilib turadi. Agar Allah xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga soladi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikohinglarga olmanglar. Hur mushrik ayol o'sin jamoli va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mu'min dedek albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmoqcha mu'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Hur mushrik sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mu'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ana shular, ya'ni mushrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqirdi. Allah o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqirdi. Kishilar pand nasihat olsin deb Allah ularga o'z oyatlarini bayon qiladi. Ey Muhammad, ular sendan hayz to'g'riliq, hayzdor ayol bilan jinsiy aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'risida so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir. Ya'ni hayz mezgilda jinsiy aloqa qilish xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Shunga hayz mezgilida ayollaringlardan neri turinglar. Ya'ni hayzdan pok bo'g'icha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qiluvchilarni do'st tutadi. Haromdan va nijosatdan pok bo'luvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir. Ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Yaxshilik qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishga Allohni to'salg'u qilmanglar. Ya'ni Alloh bilan qasam qilishni, yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Alloh so'zlaringlarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Maqsadsiz ishgan qasaminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasdan ishgan qasaminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qiluvchidir, halimdir. Ya'ni bandalarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikka qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Alloh nihoyat mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatida kelsa, Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Taloq qilingan ayollar 3 oy o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan bachchidonlardagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni bolani
yoki hayzini yoshirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib qilishni xohlasa, shu muddat ichida ularni qaytirib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqlidir. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lishi kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tish kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqlikka ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Qayta yarashishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib etish lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tanmaslik, Allah belgilagan er-xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish tursunmaydi. Agar sizlar ular ya'ni er-ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmaslikdan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini elish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga ya'ni er-xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qiluvchilar zolimlardir. Agar er uni, ya'ni xotinni 3-chi qitim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmagicha uningga durust bo'lmaydi. Keyingi er uni taloq qilgandan keyin iddatini to'shqizib, burunqa er bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilamalariga rioya qilmaydiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'tanmaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilamalaridirki, Alloh uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahmi yetadigan qavm uchun bayon qiladi. Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarashib, ularni nikohinglarda tutinglar. Yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib etinglar. Zulm qilish maqsadida ziyo yetkazib ularni tutib olmanglar. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxir qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'mati va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatni, kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shgan va qoida bo'yicha tegmakchi bo'lgan er bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ishchinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Bu ya'ni vaz nasihat elish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Onalar bolalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, 2 yil emitishi lozim. Otalar onalarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qilib taklif qilinadi. Onani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik, otani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'g'ichiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'g'ichiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kelishib, balani 2 yil to'shmasdan ayirib o'tmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar balalaringlarni enik onalarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ishchinglarda o'z vafot bo'lib ayollar qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa,
sizlarga yana shu ayollarga igdorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. İddeti to'shmagan ayollarga ularni oladiganliginglarni puritib o'ssanglar yoki buni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga eg'iz ochadiganliginglar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkor aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İddeti to'shmag'icha ularni nikohinglarga elishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Allah dilinglardagini bilib turadi. Onundan Allah'ның emriga xiloflik qilib jazolanishdan nazar qilinglar. Bilinglarki, Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, halimdir, osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yvatsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga muta belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga pul mol beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrning yarmini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahrdan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tuguni o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa yoki tayinlangan mahrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. 5 namozga bo'libmi namoz degaga ahamiyat beringlar. Ya'ni bütün shartlar bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Qo'rqinchli qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topganinglarda Allohning sizlarga bilmaganinglarni o'rgatganidek Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinch tugaganda Alloh namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlar bilan shundoq o'tinglar. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib ayoli qilib qolganlar, ularning yana ayollarining bir yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlar uchun sizlarga yana meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafaqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarni sizlarga mushundoq bayon qiladi. O'zlari manglarcha turug'liq, o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlidir, va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Alloh yo'lida jihad qilinglar. Bilinglarki, Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kimki Allohga qarz hasana beradi ekan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xushallik bilan sarf qiladi ekan, Alloh uningga natijasi, ya'ni 10 hassidan 700 hassigacha ko'p qaytaradi. Alloh sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini kam qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sana Musoning vafotidan keyin Isroil avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergan, uning bilan dushmanlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilaylik deyishdi. Payg'ambar sizlarga jihad farz qilinsa jihad qilmay qolasizlarmi dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Alloh yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Alloh zolimlarni obdan bilguvchidir. Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi.
Ular payg'ambariga e'tiroz bildirib, u qandoqmi bizga podshoh bo'ladi? Aramizda podshoh avlodlari bo'lganlikdan podshohlikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol-mulki ko'p bo'lmasa dedi. Payg'ambar Allah haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badinni bastlik qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga beradi. Allohning fazli kengdir. Uningga kimning loyiq bo'ladiganligini obdan biladi dedi. Ularga payg'ambar aytdiki, uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musoning, Harunning tavallari qoldirib ketgan narsalar, Musoning hassi, kiyimi va Tavrat yozilgan ba'zi taxtalar qachilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, buningda ya'ni sanduqning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikka tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. Talut askarlar bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningdan ichadigan, u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydi ekan, u haqiqatan menga tavadir. Uningdan ussizlikni bir oz besish uchun bir o'chim ichgan odam buyruq xiloflik qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozgina kishidan boshqa hammasi uningdan ichdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir qismi bugun bizning Jalut va uning askarlari bilan urushishga kuchimiz yetmaydi dedi. Talutning tavallaridan Allohga muloqot bo'lishga ishindiganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Allah bardoshlik berguvchilar bilan billadir. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda Parvardigorimiz qalbimizni chidamlik bilan to'ldirgan, qadamlarimizni urush maydonida mustahkam qilgan, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mu'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Allah Davudga saltanatni, hikmatni, payg'ambarlikni berdi. Onunğa xohlagan narsalarni, foydali ilmlarni bildirdi. Allah insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan mudofaa qilib turmasa, kuchli tajovuzchiga uningdan kuchli bo'lgan birsini operida qilmasa edi, yer yuzi albatta xaroblikqa yuzlanadi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qiluvchidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning qudratini yetkazish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisan. Ana shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisini, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, g'ajlarni, baras kesilni saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey mu'minlar, so'di setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kofir bo'g'uvchilar zolimlardir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uvchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allah'ın ruxsatisiz kimmo Allah'ın oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi dunyoda qilgan, keynidagi ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allah'ning ilmidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah'ning kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni muhofazat qilish uningga og'ir kelmaydi.
u yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tog'ut, barliq shaytoniy kuch va tuzumni inkor qilib Allohga iymon etadigan, u sunmas, mustahkam tutquni tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Allah mu'minlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatlaridan iymonning yorug'ligiga chiqaradi. Kofirlarning egisi tog'utdir. Ularni iymonning yorug'ligidan gumrohlikning qorong'uliklariga chiqaradi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoluvchilardir. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashishga ib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'madimi? Ayni zamonda Ibrohim Allohning borlig'iga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildira oladi, tirikni o'ltira oladi dedi. O, menmi o'likni tirildira olayman, tirikni o'ltira olayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, yana birini qo'yib berdi. Ibrohim Namrudning bunda qomoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq paket oldida kofir eg'iz ochamay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam uyg'izlari yiqilib bayram bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'madingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildiradi dedi. Allah uni 100 yil o'lik altida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmagan vaqt turdim dedi. Allah aytdi: "Undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemak ichmaginga qarag'anki, buzilmagan, eshiginga qarag'anki, uning so'ngaklari chirib ketgan, sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'anki, uni qandoq qurashtiramiz, ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini menga ko'rsatgan dedi. Allah o'liklarni tirildira oladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi: "Qushdan 4 ni og'in, ularni o'zingga to'plagin, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakini qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin, sening oldinga ular chopsan keladi. Bilginki, Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir." Allah'ның yo'lda pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan, har boshiqda 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah qolgan bandasiga hasilab savob berdi. Allah'ның marhamati kengdir. Allah mal sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Pul milini Allah yo'lda sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinish yo'qdir va ular g'am andish qilmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat olib keladigan sadiqadan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimdir, ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, pul milni kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bunda pul milni boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pichang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yo'yilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Mallarni Allohning roziligini izlab va chin ko'ngildan chiqarib sarf qildiganlar egizlik joylashgan,
qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi ikkisi ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabdam bilan qonadigan, qaysi oldi bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa ko'pga yarasha, oz bo'lsa ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Oranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xo'rmaliq, üzümlik, ostidan eriqlar eqib turadigan, mevalarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin, uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' qora bo'ron elib kelgan o'tni ko'yib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misollar bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melni riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarni ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turug'liq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadaqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadaqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundoq sadaqanglardan behojatdir, hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni peqirlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakat bermaslikka buyuradi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilatini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlar buningdan pand nasihat oladi. Nemini xayri ihson qilinglar yoki Allohning yo'lida nemini va'da qilinglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar zakatni ma'ni qiluvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qiluvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaffarat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning va'yisini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Meylanglardan nemini xayri ihson qilinglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchun xayri ihson qilasizlar. Xayri ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Meylanglardan nemini xayri ihson qilinglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilingan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. O'zini Alloh yo'liga otgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ihson qilinish kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga chaplashib olib, tilamchilik qilmaydi. Meylinglardan nemini xayri ihson qilinglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mallarni kech-kunduz hamma vaqt yo'shiron va oshkora yo'sinda xayri ihson qiladiganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir va ular g'am andish qilmaydi. Jazona o'sim yeydigan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chepilib qolgan sarong odamlarda qo'padi. Bu shuning uchunki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, so'da setiqmo jazoniga o'xshash dedi. Halbuki Allah so'da setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun og'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni og'anlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonining barkatini o'chirib yetadi. Sadiqining barkatini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonni halol sanag'uvchi gunohkorlarni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakat bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinish yo'qdir, ham ular g'am andish qilmaydi. Ey iymon etgan kishilar,
haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifiyatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar shunda qilmasanglar, Alloh va uning rasuliga urush ochgan bo'lasizlar. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zingizlarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar, o'zingizlarni ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ich kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdorlardan oladigan qarzni uningga sadaqa berib versanglar, sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi, ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yozib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'rilik bilan yozishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmasida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytib o'tmasin. Agar qarz oluvchi odam ahmoq, galvon, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, kichik bola yoki bekmi qiyri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, g'achiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan ikki kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, ikki ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtda guvoh berishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida hukmida bu eng odillik, eng insoflikdir. Guvohlikning unutilmasligini eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliginglarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lma-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahyisiga muxolifiyatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi, ya'ni sizlarga ikkila dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh har narsani bilguvchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, o chaqda omonatni oluvchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz beruvchi qarz oluvchiga ishinib uningdan bir narsani go'ri olsa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtda qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yoshirmanglar. Kimki uni yoshirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar idorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarga iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib o'tmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxirat yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Alloh hech kimni qurbi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi.
Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir. Yomonligining jazosi mo o'zigadir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, biz unutish yoki savallikdan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz, bizdan ilgirkilarga yuklaganga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. 3-sura Al-Imron. Madinada nozil bo'lgan 200 oyat. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, maxluqotni idora qilib turg'uvchidir. Ey Muhammad, Allah sana o'zidan ilgirki kitoblarni tasdiq qiluvchi kitobni, ya'ni Qur'onni haq bilan nozil qildi. Ilgari kishilarga yo'l ko'rsatuvchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayiruvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhasizki, Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir, yomonlarni jazolovchidir. Shubhasizki, osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. O sizlarni bajjidallarda, ya'ni onanglarning qo'rsig'idagi cheg'onlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Ey Muhammad, o Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda muhim, ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabbih oyatlarga agishidir. Ya'ni mutashabbih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmni to'shqanlar aytadi, uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalari tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib o'tmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhasizki, sen bandalaringga atolarni bakmo beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhasizki, kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhasizki, Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kofirlarning mollari, bolalari Allah'ның azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tavallarining va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ning azobi qattiqdir. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. Ey Yahudilar jamiyasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida uchrashgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni sonini o'zlaridek ikki barobar o'p-o'chiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kofirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Alloh xolgan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan pul-mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan, baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'z qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavminga aytqinki,
sizlarga ulardimmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftlar bor. Taqvodorlar uchun, ya'ni Allohning rizosi bor. Alloh bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ular ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgan, bizni do'zax azobidan saqlagan deydi. Ular ya'ni taqvodorlar sabr qiluvchilardir, rostchilardir, Allohga itoat qiluvchilardir, yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qiluvchilardir va saharlarda istig'for etuvchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni yahudilar va nasorilar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan pokitlar orqali bilib turib, ko'ralmasdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Alloh uni yaqinda jazolaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din bazasini munozirlashsa, menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim, ya'ni Allohning amriga bo'ysunuvchimiz degan. Kitob berilganlarga, ya'ni yahudilar va nasorilarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Alloh bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nohaq o'ltiradiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlarni, ya'ni Allohga da'vat qiluvchilarni o'ltiradiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergan. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qiluvchi yo'qdir. Kitobdan nasiba berilganlar, ya'ni yahudilarning o'limalarini ko'madingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'raydi. Ular haqdan yuz o'rguvchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli kuydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi cheksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq berildigan, ularga yana azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, qolgan odamga podshohlikni berasan. Qolgan odamdan podshohlikni tortib olasan. Qolgan odamni aziz qilasan, qolgan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni jonsizdan chiqarasan, jonsizni jonliqdan chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga haddi hisobsiz rizq berasan. Mu'minlarni qo'yib kofirlarni vali qilib olmasin. Kimki shunda qiladi ekan, u Allohdan yaxshilik kutmasin. Ularning qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aytqinki, dilinglardagini mayli yo'shiringlar, mayli oshkorlanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsaga qodirdir. U kunda,
ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun masofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga agishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarlarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'rsa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlik tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. O avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: "Parvardigorim, men qo'shig'imdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atadim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." O qiz tuqqan vaqtda, "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. O talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, "Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Yana uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatxonasiga uni ko'gili kirsa, uning yendi birer yemeklik uchirtadi. O, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam o Allah tarafidan keldi deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar haddi hisobsiz rizq beradi. Shu vaqtda Allohning Maryamga qilgan in'omini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib, "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni eshitguvchisan." O ibodatxonada namoz o'qiyotganda farishtalar uningga, "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi Said, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xushxabar berdi" deb nido qildi. O Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, "Alloh shunda xohlaganini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. O Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Allah, sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi, faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzasidan Parvardigoringni ko'p yod et, kashda et deganda tasbih et dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzasidan qalamlarni suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kelimesinden törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi-ki, onun ismi Maryam oğlu Mesih İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yliq ve Allah'ga yaqinlardan bo'ladi. O böşükdimi, yani buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi
va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonlarning qo'li tegmagan tursa, qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta, Alloh xoliqini shundoq yaratdi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Bir ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi dedi. Alloh uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakati to'g'ri bo'lishni, Tavratni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza olib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi. To'g'mi ko'rni, baras kesilni saqaytaman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildiraman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvollaringlarni aytib beraman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil olib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga itoat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. İsa, ular ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda, Alloh uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam beradi dedi. Havariyonlar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi: Alloh uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lginki, biz bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni İsa alayhisalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Alloh ularning mikrini barbod qildi. İsa alayhisalomni qutqizib osmonga olib chiqib ketdi. Alloh mikr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzruh qilaman. Seni dargoyimga ko'tiraman. Ya'ni osmonga olib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana agashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargoyimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Shubhisizki, Allohning nazarida İsa'ning misoli u otasiz yaratilganlikdan odamning, ya'ni Odam alayhisalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga keldi dedi-da, u vujudga keldi. İsa'ning ishi odamning ishidan ajablanarlik emas. İsa haqidagi bu so'z Alloh tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qiluvchilardan bo'lmagan. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilar bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilayli degan. Shubhisizki, bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki, Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob,
ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni tavhid aqidasiga kelinglar degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, sizlar shunday kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nimishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar degan. İbrahim Yahudimi emas, Nasarimi emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlar bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah müminlerinin madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vaboli ularga hasilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib nimishga inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirib etisizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon etinglar, kashqurligiga yenib elinglar. Shunda qilsanglar, ular iymonidan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytdi. Birasiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishdan qo'rqsanglar, faqat dininglarga ergashgan odamlarga ishoninglar. Ey Muhammad, aytqinki, fazli karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga beradi. Allah'ның fazli kengdir. Allah hammani bilguvchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningga ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytarib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningga 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmog'icha, yana qayta so'ylamagicha uni sana qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummiylarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi, ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas deydi. Ular bilib turib Allohning nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas, ya'ni ular boshqa dinliklarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Alloh do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasminglarni ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Biror insonga Alloh kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambarlardan bunday gapning sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Va lekin u
kitobni o'rganganliginglar va o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek uning farishtalarni va payg'ambarlarni rab qilishinglarga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Alloh bu ahdini iqro, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning bilan bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Alloh o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular ya'ni Yahudilar va Nasorilar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyori va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib o'tmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islomdan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Iymon etgandan, payg'ambarlarning haq ekanligi shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mag'firat qiluvchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ana shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bazmi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularga ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi.